Iltimos, derazalarni ochaylik. Xona juda issiq. Yo'q, xona issiq emas. Biz isib ketmayapmiz. Xona juda sovuq. Isib ketayotgan bo'lsang, ro'molingni yechib ol. Derazani ochib qo'ying. Kim gapirdi? Sen zo'mrashanmi? Derazani ochib qo'ying. Nima deyapsan? Maktabga tekshiruv kelgan vaqtda barcha o'quvchilar bir xil formada bo'lishini xohlardi. Menga esa uning gapini aksini qilish yoqa boshlagandi. Tayyormisan? Bor, bora qol. Maktabdagi sharoitlar yomon emas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kundan kunga bu qizchaning yangi qirralari ochilib borardi. U fanni yaxshi o'zlashtirar, soniya sayin meni hayron qoldirardi. Uning yuksalishlaridan quvonar ekanman. Boshqa birovlar o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Sen haddingdan oshyapsan. Nega? Uni fan olimpiada